إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Barcha maqtovlar, hamdlar Alloh subhanahu va taologa xos. Bizlar Alloh taologa hamdlar aytamiz. O'zimizni, nafsimizni yomonligidan, shumligidan Alloh taolodan panoh so'raymiz. Kimniki Alloh taolo to'g'ri yo'lga hidoyatlab qo'ygan bo'lsa, o'sha to'g'ri yo'ldan zalolatga yo'llaguvchi biron bir zot yo'q. Kimniki Alloh taolo zalolatga yo'llab qo'ygan bo'lsa, o'sha zalolatdan to'g'ri yo'lga yo'llaguvchi biron bir zot yo'q. Shahodat beramizki, Allohdan o'zga sig'inilishga loyiq biron bir ma'bud zot yo'q. Va shahodat beramizki, Muhammad sallallohu alayhi va sallam Alloh taoloning bandasi va rasulidir. Alhamdulillah, Alloh subhanahu va taolo siz u bizlarga Kahf surasini qo'ldan kelgancha ojizona ilmimiz bilan tafsir qilishga tavfiq beryapti. O'tgan darslar bizlar Musa va Xidr alayhimussalomlarni bo'lgan voqealari 3 ta qissani gapirib o'tdik. Musa alayhisalom sabr qila olmasdan har uchoviga ham o'zlarini fikrlarini, go'yoki bir o'sha zulm bo'layotgan paytda zulmga sabr qila olmasliklarini ko'rsatib gapirib yubordilar. Qanday qilib, nima uchun, nima gunohi bor bu yosh bolani qatl qilasiz? Nima uchun safinani, ya'ni o'sha kemani g'arq qilishga sabab bo'lasiz? Odamlar halok bo'lib ketadi-yu. Nima uchun bizga bir devorni, masalan bir qavm, bir qishloq bizga na bir suv bergan bo'lsa, taom bergan bo'lsa, bizni sarson sargardon qilgan bo'lsa-yu, siz ularni kelib devorni tuzatib berasiz. Joyiga bir pul ajr olsangiz bo'lardi-yu degan paytda ana shu yerda keyin Xidr alayhisalom to'xtadilar va aytdilarki: "Qala haza firaqu bayni va baynik." Mana shu siz bilan mening ajrashishimizdir dedilar. Firoq, ya'ni aslida farq degani ham xuddi shu so'zdan olingan. Farqi nima desa firoq, ya'ni tafriqa qiladigan narsa. Haza firaqu bayni va baynik. O'rtamizdagi ana shu firoq shu yerda. Sa unabbiuka bi ta'wili ma lam tastati' alayhi sabra. Bu yerda har birida aslida tafsir bor. Har birida. Nima uchun bundan oldin sen bu yerda aytilyaptiki, endi men seni sabr qilishga toqating yetmagan narsalarning ta'vilini, ya'ni sharhini aytib berurman dedilar. Ma lam tastati', bu yerda tastati' bo'ladi. Yuqorida ya'ni sabrni boshqachasi kelibdi. Buni ulamolar, lug'at ulamolari sharhlab bergan. Albatta bu hozir juma xutbasida har biri vaqtimiz yetmaydi. Yuqorida aytganimdek 150 dan oshiq manfaatlar bor. Alloh qodir qilsa 30 tasiga, Alloh qodir qilsa vaqtimiz yetsa tez o'tamiz inshaalloh. Ajoyib, bu ajoyibot. Ajoyibotlar olami bu yerda. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, agar Musa sabr qilgan edi, o'sha Xizr bilan bo'lgan voqealardan yana ko'proq narsalarni olardik. Yana ko'proq narsalarni, ya'ni manfaatini olardik deb aytgan edi. Xo'p,
birinchidan darslar mana shundan oladigan foydamiz. Qarang. Hayotda ba'zi haqiqatlar so'ngida tushunilishi mumkin ekan. Haqiqat. Ilmlar bor ikki xil. Masalan, rus tilida ham aytamiz, teorический deymiz, teoriya. Mana shu kitobda olinadigan ilm, keyin amalda olinadigan ilm, praktikada. Bu ilmlarni masalan yana bittasi bor, uni ortidagi milladunna ilma dedi Alloh taolo. Laduni ilm. Alloh xos kishilarga bergan va o'shani zohiri boshqa, botinida ko'p ma'nolar borligi boshqacha ilm. Buni har kimga ham bermagan. Shuning uchun ham Xizr alayhisalom bilib boshida aytdilarki, sabr qila olmaysiz. Meni darsimga, go'yoki meni halaqamga, universitetimga, kollejimga kira olmaysiz, chunki sizda bo'lgan o'sha qualification deymiz-ku ingliz tilida, sifatlar yo o'sha sabr sifati yetmaydi. Va ta'kid bilan aytdilarki, qanday ham yetsin, sabringiz qanday ham yetsin, bu narsalarni ya'ni aql idrok qila olmaydi degan edilar va haqiqatan shunaqa bo'ldi. Vaholanki Musa alayhisalom Fir'avn yer yuzidagi zolimga sabr qildilar. 1,5 million xalqni olib chiqdilar. U qavm Bani Isroil qanchalik zulm qilgan zolim, bu mag'rur savollar bilan odamlarni xit qiladigan qavmga sabr qilgan zot, siz nima deyapsiz? Sabr manda-da hammasi demadilar. Fir'avn ana robbukumul a'la deganga men sabr qilgan u. Kelib bitta ahli ilmga sabr qilolm demadilar. Inshaalloh meni sabr qilguvchilardan topasiz dedilar. Shu ikkita oyat doim almashaman. Ibrohim Xalilulloh farzandlarini suyatgan paytda ham Ismoil shu gapni aytgan edilar. Shunaqami? Sabr qilguvchilardan topasiz. Katta ketmadilar. Lekin Xizr alayhisalom haq bo'lib chiqdilar. Nima uchun? Ana endi hozir bitta ta'vilini o'rganamiz. Avval aytayaptilarki, ilm har doim sabr talab qiladi. Mana shu jumada o'tirish ham manfaat olib, iymonlar masalan bir jumbushga kelib, bir qalblar larzaga kelish uchun orqamizni joyiga qo'yib, ya'ni yaxshilab o'tirib olib, sabr qilishimiz kerak. Telefonlarni olib, ham xutba eshitib, ham birato'la komment yozib, TikToklarni qarab turib, yoshlar ilm oldigu, jumaga bordigu, bir narsa oldigu degan xom xayollar bilan, sabrsizlik bilan hech narsa olinmaydi. Qanday g'aflat bilan kelgan bo'lsangiz, TikTokingiz bilan, o'sha TikTokingiz bilan chiqib ketasiz. Sabr qilish kerak. Har bir narsani ortida sabr ortidan keladi bu narsalar. Ilmda sabrsiz iloji yo'q. Sabr qilmadingizmi ilm olmaysiz. Haqiqiy bilim egasi bilan muloqot bu tarbiyaviy jarayon. Shunchaki kitobni o'zi bilan bo'lmas ekan. Ahli ilmlar bilan o'tirib, turib, borib o'tirib qilsa, unda ilm nafaqat kitobdan, endi amaliy jihatdan ham ko'rsatilar ekan. Ulamolar aytadiki, hayotda sabr qilmasang, hikmatga yeta olmaysan. Sabr xuddi shunaqa. Hikmat olmoqchimisiz, sabr bilan bo'ladi. Mana Xizr alayhisalom hozir hikmatlarni o'rgatadilar. Musa alayhisalom sabr qilmagani uchun 3 ta qissadan ancha hikmat oladilar. Xo'pmi? Va kamtarligini qarangda, Musa alayhisalomni butun Bani Isroilni, ulul azm, Alloh bilan to'g'ridan to'g'ri muloqot qilayotgan odam, payg'ambar borib Xizr bilan ilm olsam maylimi deb kamtarinlik qilib yuribdi. Buni ulamolar aytadilarki, go'yoki masalan bir daraxt, mevali daraxt odatda shoxlari xam bo'ladi, past bo'ladi. O'zini kamtar tutadi. Mevasi borligi uchun pasaytiradi. Mevasiz daraxt g'ud deb tepaga o'sib ketaveradi. Agar siz ilmda mevali bo'lsangiz, past bo'lasiz, xam bo'lasiz. Kamtar bo'lishligingizni, mevali ekanligingizni ko'rsatadi. Agar qanchalik tepaga qarab, burningiz tepaga qarab ketayotgan bo'lsa, mevangiz yo'q, siz mevasiz daraxtsizligidan dalolat. Xo'p, 79-oyatida men oyatni tarjimasini aytib ketaman, manfaatlar olishimiz uchun. Bu yerda Xizr alayhisalom aytayaptilar. Amma safinatu, ya'ni safinat endi aytaman. Hozir safina, ya'ni o'sha kema xususiga kelsak, deyaptilar, nima bo'ldi? U dengizda ishlaydigan, yuradigan, ya'ni ishlab yuradigan miskin bechoralarniki edi. Bu yerdagi ana oyatdan amma safinatu kanat limasakini degan oyatdan o'z yana foydalar olingan, subhanalloh.
Men hozir tarjimasini aytay. Miskin bechoralarniki edi. Bas men uni teshib qo'ydim, ya'ni aybli qilib qo'yganimning sababi chunki ularning kemalarini o'shalarning yurtida yashayotgan bir zolim podshoh talon-taroj qilib o'zlarini lashkarlarini yuborib, hamma o'sha kemalarni olish arafasida edi, kelayotgan edi. Men uni nuqsonli qilib qo'yishimdan maqsad o'sha kema salomat qolsin, undan manfaatlar olsin keyinchalik. Masalan, nimalar talon-tarojchilar ochib chiqib ketgandan keyin o'sha miskinlar kemasi bilan pul ishlasin uchun teshib qo'ydim dedilar. Xo'p, bu yerdagi ulamolar, tafsir, fiqh ulamolari hech narsa qoldirmaganda deyarli bu oyatlardan. Allohu alam, ya'ni asllar chiqib qancha manfaat chiqadi. Miskin bilan faqirni shu yerdan ijtihod qilganlar. Safinatu fakanat limasakin deyapti-yu. Miskinni safinasi bor ekan. Kemasi bor ekan. Demak, miskin kambag'alroqmi yo faqir kambag'alroqmi desa, yuqoridagi zakot berishda Alloh taolo 8 ta toifani aytdi-yu. Innamas sadaqatu lil fuqaro'i wal masakin deganda birinchisi faqir keladi, keyin miskin keladi. Bu yerdan hujjat qiladilarki, miskinni kemasi bor. Aslida kema qimmat narsa. Kemasi bor miskin, mashinasi bor miskin deyilmaydi-yu. Lekin o'sha kuni uni daromadi, bir kunlik daromadi bo'lsa ham, kemasi bo'lsa ham, ortidan o'sha daromad qilayotgan bo'lsa ham, u baribir miskin sanalar ekan. Demak, shundan fiqh chiqarganki ulamolar, miskinni bir kunlik taomi bo'lsa, baribir miskin bo'ladi. Mashinasi bo'lsa ham, safinasi bo'lsa ham, Uberda ishlasa ham, traktor ishlasa ham, bir kun agar bir kunlik daromad qilyaptimi, u miskin. Hamma miskin ekan biz Amerikada deng. Xo'p, faqirchi, faqirni hech narsasi yo'q. Bir kunlik taomi ham yo'q. Bir kunlik taomi ham yo'q. Mana shu olinadigan fatvoni qarang, qayerdan olyaptilar. Aslida innamas sadaqatu lil fuqaro'il masakin deganda faqir, faqirroq, miskin bir kunlik taomi bor deb mana shu yerdan hujjat olyaptilar. Holi bu daryodan bir tomchisi. Xo'p. Demak, endi manfaat olamiz. Xo'p. Axofu dararayn fiqhda bir qoida bor. Ikkita zarar yonma-yon kelsa, kattasini tashlaymiz, yengilini olamiz, yo'q qilamiz. Bu yerda hozir kattasi miskin bechoralar kemasidan judo bo'lishi mumkin. Hozir bir talon-taroj kelib olib ketishi mumkin. Bunisi zarar katta bu. Keyin uni bir kunlik taomini topa olmaydi. Bil aks uni teshib qo'ysa zarar, u ham teshildi. Lekin bu afzalroq. Ikkita zarar kelganda hozir iloji yo'q boshqa. Yo olib ketadi, yo teshik bo'lsa, bir muammo bo'lsa, qolib ketadi. Qoldirib ketsa yaxshi. Lekin ana shu qilib qo'ydilar, chunki ular baribir tuzatishadi. Baribir tuzatadi, keyin tuzatib yana ishlaydi. Mana fiqh chiqadi. Axofu dararayn bo'lgan paytda ikkita zarar tengma-teng yonma-yon bo'lganda kattasini tashlaymiz, yengilini olamiz, yo'q qilamiz, rozi bo'lamiz shunga. Sabr qilamiz. Zohirida ziyon bo'lib ko'ringan narsa aslida foyda bo'lishi mumkin ekan. Qarang. O'sha boynagi faqirlar, miskinlar yordam qildi Musa bilan Xizrga. Daryoni bu chetidan u chetiga olib borish uchun. Lekin bular teshyapti. Hatto Musa ham aqlga sig'dirmadiki, nima uchun? Siz u bizda masalan hozir bilamiz-da oqibatini, eshitganmiz bu voqealarni. O'sha paytda o'zingizni his qiling. Bir ahli ilm bilan borayotganda pistolet olib paq bittasi masalan teshsa, hayratda qoladi hamma. Gapirib yuboradi, odam xohlasa, xohlamasa, bu qanaqa, bu nima gap deydimi? Aytmadimmi dedilar. Sabr qila olmaysan, chunki bu boshqa narsa, bu boshqa hayot. Xo'p, yana manfaatlar. O'sha miskinlar yaxshilik qilgani uchun, ayni o'sha kemasi bilan, safinasi bilan yaxshilik qilgani uchun, Alloh taolo sadaqa qilgani uchun ayni o'shasini saqladi. Qarang, yaxshilik, biron bir yaxshilik yaxshiliksiz qolmaydi. Albatta yaxshilik qiling, mol-mulk sadaqa bering, mol-mulkingizni sadaqa saqlaydi, pokizalaydi, himoya qiladi. Qanday desangiz mana qissa. O'sha kema bilan yordam qilayotganda Alloh kemasini saqladi. Yana manfaat. Ba'zan yomon deb ko'rilgan, qo'shtirnoqdagi yomon deb ko'rilgan narsani ortida rahmat bor. Siz u bizda ham xuddi shunaqa. Majoziy ma'nodagi kemalarimiz teshilishi mumkin. Bizda bir yomon maqol bor. Maqol emas, u xalq ichida yuradigan gap. Savobni keti teshik deydi odamlar. Savob qilsang baribir
yaxshilik bilmaydi bular. Yaxshilikni nima qilmaydi? Qayta qilmasam yaxshiroq edi deydi. Bu buzuq e'tiqod. Bu islomiy e'tiqod emas. Savobni orti teshik deyilmaydi. Siz qiling, u sizga yomon. O'sha mashinangiz bilan biron yordam qilayotganda baloningiz teshildi. Shu yerda kelmasamda balon teshmasdi. Yo'q, u teshilishi mumkin sizni yangi balon olishingizga sabab bo'ladi. Mumkin sizni o'sha baxillik qilib turgan edingiz, baloningizni shu yangisini qo'yib, mumkin qishda sizni saqlaydi. Siz bilmaysiz. Nimaiki bo'lsa, siz yaxshilik qilayotgan paytda musibatdek ko'ringan narsa, u yaxshilik, u rahmat u rahmat. Qanchalik azoblar chekib odamlar mana shu darajaga yetgan bo'ladi. Shu azoblar bo'lmasa, mana shu hozirgi holatingiz bo'lmasdi. Kimdir katta kompaniyaning CEOsi masalan, kimdir katta bizneslar qilyapti, kimdir har xil bizneslar bor, lekin hayotini u yog'ini qarasa, qanchalik mashaqqatlar turtki bo'lgan shu narsaga. O'sha mashaqqatlar bo'lmaganida mana bu holat bo'lmasdi. Demak, mashaqqatlar rahmat ekan. Mo'min uchun Allohning rahmati. Shuni biling. Sadaqa qiling, yordam qiling, mashinangizga o'tirg'izing, kim muhtoj bo'lsa olib boring, olib qo'ying, bering. O'sha mashinangizni har xil balo ofatlardan Alloh saqlaydi. Mana bu hujjat. Xossatan ilm ahllari, kambag'al, bechora, miskinlarga. Ularning maqsadi nima? Shu ahli ilmlar, ustozlar, masalan, talab ilmlarning maqsadi nima? Dunyo emas ko'pinchiligi. Ilm olib, xalqlarni hidoyatga chorlash bo'ladi. Sharoitingiz bo'lsa, mana shu Qur'on, qorilar, muhaddislar, ahli ilmlarga yordam qiling, sadaqa joriya bu ham. Bu bir ko'chadagi bitta masalan ba'zilarda shunaqa e'tiqod borda. Tilanchilar yuradi-yu, soxta tilanchilar. Ular bizu sizdan ko'proq puli bor. Mashinasida masalan hayratda qolasiz. Ko'p dokumentalniy filmlarni ko'rsatgan uni. Manhattanlarda ham har xil ayollar kampircha bo'lib yurib, orqasidan security kameralar bilan ko'rsatgan. U yashaydigan villalar va mashinalar, hayratda qolasiz. Siz u bizdan yaxshiroq yashaydi. Bizning e'tiqodimizda shu tilanchiga jumadan chiqqanda bir narsa shunday berib qo'yay, "Oh, mashallah, yaxshi qildim." Bir qori ahli ilm, qarindoshing, ham qo'shningiz ahvoli og'ir, masalan, nimaki bo'lsa yordam so'rasa, yana so'rayaptim bu deydi. Qayta tilamchiga beraman. Yo'q, e'tiqodni tuzatish kerak. Mana shu ilm yo'lida borayotgan solih kishilarga farqi yo'q kim bo'lishidan qat'iy nazar. Taniysizmi, tanimaysizmi? Yordam qiling, Alloh o'shani saqlaydi. Bunga oyat, hadislar juda ham ko'p. Yana ortida aytayaptiki, "Va ammal g'ulamu fakana abawahu mu'minayni fakhashina." Men tarjimasini o'qib ketay, foydalanib olaylik inshaalloh. Haligi bolani esa Alloh taolo aytayaptiki, g'ulam yosh. Balog'at yoshiga yetmagan yosh bolani qatl qildi Xizr alayhisalom. Qatl qildi. Shu qatl qilishimning sababi deyapti, ota-onalari mo'min kishi edi. Mo'min kishi edi, mo'minni farzandini qatl qilasanmi degan xayol keladi-yu. Bas biz bu yerda qachonki biz kelsa, o'zini ulug'lash maqsadida aytayapti. Ya'ni hurmat, arab tilida shunaqa bir nimalar bor. Ingliz tilida royal we deydi. We deb gapirsa agar podsholar man demoqchi u. Shu yerdan maqsad shu. Fakhashina, bizlar qo'rqdik. Men qo'rqdim. Bola tug'yon va kufr bilan ularni qiynab, ota-onasini ham kofir qilib tashlashiga qo'rqdim-u, uni jonini oldim deyapti. Davomida aytayaptiki, shu sababdan ularga Parvardigor boladan, ya'ni Alloh taolo, boladan ko'ra pokizaroq, undan ko'ra mehribonliroq boshqa bir bolani badal evazi qilib berishini istadi. Sizni Robbingiz shunday istadi deyapti. Siz u bizga agar Alloh saqlasin u yosh bolalar hayotdan o'tib ketayotgan paytida yo o'tib ketayotganini ko'rayotgan paytingizda biling, ishoning, iymon keltiringki, Allohning rahmati bu. Qanaqasiga deyish mumkin? Birinchidan iymon oliy darajada turishiga dalolat bu. Ota-onasi mo'min edi, mo'min. O'sha iymonini borib bu bola kufrga aylantirib, hammalari birato'la jahannamiy bo'lib ketishidan qo'rqib, shu yosh bolani balog'atga yetmaganligi uchun jonini oldim. Ota-onasi iymon bilan saqlansin, uni ustiga ustak Alloh ularga yaxshi, mo'min, taqvoli, pokiza farzandni badaliga berishi uchun deyapti.
Mabodo agar siz u bizni Alloh saqlasin, u farzandimizni Alloh taolo jonini olsa, biling bu sizga rahmat. Siz u biz bilmaymiz. O'sha bola nima qilishlari mumkin edi. Nima darajaga olib borishi mumkin edi. Bilmaymiz. Alloh bilguvchiroq. Allohu ya'lamu va antum la ta'lamun. Alloh bilguvchi, sizlar hech narsani bilmaysizlar, deyapti. Bu rahmat. Agar sabr qilsa, agar ota-ona sabr qilsa, Allohning qadari bu inna lillahi va inna ilayhi roji'un desa, Alloh beradi. Undan-da afzalrog'ini beradi. Buni qarangki, ba'zi musibatlar farzanddan ayrilish kabi ota-ona uchun rahmat bo'lar ekan. Hatto farzanddan ayrilish Alloh tomonidan rahmat bo'lyapti. Nima uchun desangiz, agar shu yosh bola balog'atga yetib, kufr keltirib, ota-onasini ham kofir qilib jahannamga abadiy qolishidan ko'ra, balog'at yoshida Alloh taolo jonni oldimi? Jumhur ulamolar aytganki, hatto kofirni bolasi ham agar balog'at yoshigacha hayotdan o'tsa, jannatiy bo'ladi. Bir rivoyatda Termiziyda kelgan hadis, o'sha balog'atga yetmagan bola qiyomatda ota-onasini shafoat qiladi. Shafoatga sabab bo'ladi. To otamni rahm qilmasang, unga jannatni ato qilmasang, men otam bilan birga boraman jannatga, Allohim shafoat qil deb, o'sha yosh bola ota-onasini jannatga kirib ketishiga shafoatchi bo'ladi degan rivoyatlar bor. Nima bo'lgan taqdirda ham bunisi yaxshimi? Sabr qilganida keyinchalik farzand beryapti, ya'ni Alloh va'da qilyapti. Undan afzalini beraman deyapti. Yo nima uchun o'ldi, tirilsa o'sha yashasa yaxshi edimi deb jahannamga abadiy kuyishi yaxshimi? Ana bu yerda hikmatni qarang. Hozirgi Falastin voqeasini qarang. G'azoda yosh bolalar qatl-om qilinyapti. Albatta bu degani men sizlarni orqaga chorlab, shunaqa endi Allohning xayri, rahmati deb o'tiringlar degan maqsad yo'q bu yerda. Bizlar qo'ldan kelgancha qilishimiz kerak. Yordam, gapirish, yuborish, pul, ovqat nimaiki bo'lsa qilishimiz kerak. Lekin buni Alloh qodir qilyaptimi, taqdir qilganmi? Ha, bu ularga rahmat. Qanaqasiga deyish mumkin? Yosh bolaning gunohi nima? Bombardimon bo'lyapti-yu. Allohning rahmati. Biz bilmaymiz. Chunki u shahidlar chiqarish uchun jang bo'lish kerak. Haqiqiy sobirlar chiqarish uchun farzandlarini yonida o'ldirish kerak. Jahannamni to'ldirish uchun dushmanlar farzandlarini qirish kerak. Bu hammasi tagida hikmat bor. Tagi hikmat, u rahmat u. Agar iymoni bo'lsa-yu sabr qilsa, Alloh tomonidan deb e'tiqod qilsa, u rahmat. Shuni bilishimiz kerak. Allohning ilm va rahmati insonning tasavvuridan baland. Demak, haqiqiy zarar nimada ekan desa, iymonga yetkaziladigan zarar haqiqiy zarar ekan. Nima uchun? Chunki abadiy yo jannat yo jahannam. Bu yerda o'tasiz imtihon. 50, 60, 70, 80 yil o'tib ketasiz. Iymon bilan o'tsa abadiy jannat, kufr bilan o'tsa lekin bu dunyoda hammasi bor, farzandlar ham bor, hammasi bor. Hammasi. Lekin kufr bilan o'tsa haqiqiy zarar bu. Zulm, o'zini joniga jabr qilgan zulm. Alloh taolo ba'zan insonni dushmanidan emas, o'z farzandlaridan saqlaydi ekan. Diqqat qiling bu narsani. Alloh taolo sizni, bizni mo'min bo'lsak, hatto o'zimizni jigarimizdan saqlar ekan. O'zimizning pushti kamarimizdan bo'lgan farzandlarimizdan saqlaydi. Qanaqasiga? Yo jonini olib, yo ular chiqib ketib, yo oq bo'lib, yo masalan tashab ketib, har xil halokatlarga uchrab, uni oldimi, demak Alloh sizni saqlayapti. Bir narsadan saqlayapti. Yo iymondan, yo salomatlikdan, yo salohiyatdan, nimadirdan saqlayapti. Nima uchun demang. Ey Allohim, nima gunohim uchun? Nima uchun meni farzandim deydiganlar bor. Nima uchun seni farzanding? Sen bilmaysan. Sen va seni farzanding butun mol mulking Allohniki. Alloh berib imtihon qiladi, Alloh olib imtihon qiladi. Bu dunyo imtihon. Kimning molini, ayolini, farzandini, otasini, onasini oladi. Ba'zi paytda yosh farzandini oladi. Bu imtihon. Allohning qadari. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un deyish kerak. Hamma narsa, hamma narsa Alloh tomonidandir va hammamiz Alloh taologa qaytguvchimiz degan odam yutadi. Yana Alloh taolo hech narsani olib qo'ymasdan avval undan yaxshirog'ini tayyorlab qo'yadi. Qarang, bu yerda men psixologiya shuki, filosofiya shuki,
Yomonlik kelayotgan paytda, siz bizning nazdimizdagi yomonlik, azob, musibat, imtihon, u yaxshilikka homila bo'lib keladi. Yaxshilikni tug'adi. Dalil fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'a degani arab tilida yomonlik yaxshilik bilan birga keladi. Yomonlik yaxshilikni tug'adi, homila qiladi, homilasi kelayotgan bo'ladi. Siz u bizni kelayotgan yomonlik deb o'ylayotgan narsa, biling, yaqin kunlarda, tez orada, Alloh bilguvchiroq qancha so'ramang, bir hafta o'tdi-yu, bir oy o'tdi-yu, bir yil o'tdi-yu, Alloh bilguvchiroq sizga qachon yaxshi tug'adi u. Homila bo'lib yaxshilikni tug'adi. Shubhasiz 2 marta ta'kid bilan inna ma'al usri yusra dedi yana. Albatta yomonlik yaxshilik bilan birga keladi deyapti. Sinov ilohiy mukofotning kaliti. Sizni Alloh taolo sinov qiladi. Ilojingiz yo'q. Farzand bilan oila, ahil, farzand nimaiki bo'lsa sinov qiladi. Bu ilohiy Alloh bilan yaqinlashmoqchimisiz? O'sha darajaga chiqmoqchimisiz? Payg'ambarlar, shuhadolar, siddiqlar, solihlar qanday imtihon qilingan bo'lsa, siz ham xuddi shunday imtihon qilinasiz. Usiz iloji yo'q. Yana oxirgi muammo devor muammosi. Ammo devor esa shu shahardagi 2 yetim bolaniki bo'lib, uning ostida ular uchun bir xazina bor edi, kanz, xazina bor edi. Ularning otalari abuhuma soliha, solih kishi edi, deyapti. Qarang, 2 yetim bola, onasi bor, biz bilmaymiz, bormi yo'qmi, lekin nimaki bo'lsa o'sha yomon qabila ichida katta bo'lish kerak, lekin devorning tagida Alloh bildirgan Xizr alayhisalomgaki kanz, xazina bor, lekin devor yiqilib turay degan darajada turibdi. Hozir yiqilsa, shu payg'ambar ko'ryaptilar, yiqilsa bu qavm aniq buni pulini oladi. Bu yosh yetimlarning pulini aniq oladi. Shu yetimlar katta bo'lib voyaga yetib, o'sha xazinasiga o'zi erishib, manfaat olishi uchun devorni tikladilar. Vaholanki bu qavm yomon qavm bo'lsa ham, zo'rg'a o'tiribdilar o'lim talvasasida, na suv, na taom, hech narsa bermagan qavmga devorni tuzatyaptilar. Musa alayhisalom kallalariga sig'madi. Bu nima degani? Deganida mana hozir aytayaptilarki, yetim bolani o'sha xazinasi bor edi. Bas ular voyaga yetib, Parvardigoringning rahmat, marhamati bo'lmish xazinalarini chiqarib olishlari iroda qilindi. Men bu ishlarning birontasini o'zimdan qilganim yo'q, o'zimcha. Mana shu sen sabr qilishga toqating yetmagan narsalarning ta'vilidir, dedilar Xizr alayhisalom. Mana bu yerdagi oyat va ma fa'altuhu an amri dan maqsad, meni o'zimdan o'zim qilganim yo'q bu narsa va yosh bolani qatl qilishlari bu kishini payg'ambarliklariga dalolat qiladi. Eng qattiq hujjatlaridan haqiqiy hujjat bu. Yosh bolani hech kim na qozi, na fatvo, na hukm, had, hududsiz qatl qilishga shariat ruxsat bermagan. Hech kimga Allomiy jahon bo'lsa ham yosh bola shunaqa bo'lib ketadi, kofir bo'ladi, o'g'ri bo'ladi, qatl qil deya olmaydi hech kim. Chunki g'ayb ilmi bu. Illo agar Alloh payg'ambarga aytgan bo'lsa, payg'ambargagina hukm, ana shunaqa hukmlar ruxsat va bu oxirida aytayapti. Bu meni amrim va ma fa'altuhu an amri demayapti. Ya'ni meni nima emas bu deyapti. Va ma fa'altuhu an amri. O'zimdan o'zim qilganim yo'q. Menga Alloh buni vahiy qilgan demoqchi. Shuning uchun bu payg'ambarlikdan dalolat qiladi. Xo'p, ana endi otaning solihligi, abuhuma soliha. Siz, biz agar farzandlarimiz kelajakda salohiyatda, yaxshilikda, rivojda, pulli, joyli, uvali, chuvali deymiz, u mashina hammasi joyida bo'lishini xohlasak, biz solih bo'lishimiz kerak ekan. Abuhuma soliha. Biz solih bo'lishimiz kerak. So'ng farzandlarga Alloh taolo kerak bo'lsa, o'sha kanzni, xazinani saqlash uchun kerak bo'lsa 2 payg'ambar yuborib, 2 payg'ambar loy qumshuvoq qilib, devorlarni himoya qilib, farzandlarini rizqini 2 payg'ambar saqlar ekan, kerak bo'lsa. Tafakkur qilyapsizmi? U kimligi ma'lum emas. Abuhuma soliha. Ismi nima, qayerdan, nima qilgan, nima karomat ko'rsatgan, hech kim bilmaydi. Bilishni hojati ham yo'q, kerak ham yo'q. Soliha, solih edi. Taqvoli edi, solih salohiyatda bo'lgani uchun
Alloh taolo ularni saqladi. Rizqini payg'ambarlarni yuborib kerak bo'lsa, saqladi. Bu hujjatki, agar biz siz kelajakda o'ylayapmiz-ku farzandlarimizni, mashina sotib olishim kerak, uy qilishim kerak, falon qilishim kerak, aslida u tolih bo'lib, fosiq, ichuvchi, chekuvchi, narkoman, nashaban bo'lib, yumalab dumalab yuradigan bir fisqqa sabab bo'lasiz. Ko'pchilik hamma narsani muhayyo qilib qo'yadi-yu. Xohlaganini beraman. Amerikada bizlar falonchada, meni o'g'lim bunaqasini kiyinishi mumkin emas, mashina bunaqasini mumkin, men beraman. Ha, u ko'ring, endi ko'ring. Bering, keyin ko'ring. Lekin siz agar salohiyatda agar tarbiya qilsangiz, avvalan o'zingizni qu anfusakum va ahlikum nara va quduhan nas wal hijara. Alloh taolo Qur'onda aytayaptiki, o'zlarimizni avval o'zingizni saqlang, so'ng ahlikum, ahl oilalaringizni saqlang. Nimadan? Jahannamdan. Ahlikum nara, nordan, jahannamdan saqlang. Uni jahannamni o'tlari, olovlari inson va toshlardan bo'ladigan jahannamdan saqlang. Nimadan boshladi? Farzandingni qori qil, qoraxonaga ber, falon qil, shunon qil, machka kelsin, o'zing sigaret chekib, bemalol restoran yursang ham bo'laveradi, dedimi? Yo'q. Qu anfusikum. O'zlaringizdan boshlang. Abuhuma soliha. Qanday qilib bizlar o'zimiz tolih, ichuvchi, chekuvchi, hamma faxshni qilib farzandimizga ichma, chekmaya, zinoga bormaya, harom ishni qilmaya deyishimiz mantiqsiz. Shu mantiqsizlikni Alloh taolo ko'rsatyaptiki, abuhuma otasi solih edi. Ba'zi rivoyatlarda Abdulloh ibn Abbos adashmasam keltirgan ekanlarki, men tafsirlarda o'qidim. Bu 7 pusht katta bobosi ekan. 7 pusht deymiz bizda. Katta bobosini inobatga olyapti Alloh taolo. Abuhuma degandan maqsad bobosi arab tilida abuhuma bo'ladiamiz. Ularni bobosi, otasi deylik, abuhu ota arab tilida. Lekin xuddi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mani otam Ibrohim alayhisalom deganlaridek, mani otam Abdul Muttolib deganlaridek otaga nisbat beriladi. 7 pusht otasi solih bo'lgan, shuning uchun deyilyapti. Yana bir manfaatki, siz o'zimiz solih bo'laylik, evara chevaralarimizni ham Alloh taolo saqlaydi. Ishoning bunga. Haqiqiy rahmat nima desangiz, Alloh tomonidan keluvchi yashirin himoyalar. Bizlar yashirin bilmaymiz, qanday Alloh himoya qiladi. Teriqlantil bilan qo'yib qo'ying farzandlaringizni-yu, mashina berib qo'ying. Lekin solih bo'ling-ku, Allohga taqvo qiling. Ba'zi paytda Alloh taolo uni yakson qiladi, o'sha teriqlantil ichida qotil paydo bo'ladi, o'ldirib tashlaydi. Lekin Alloh taolo solih kishini farzandini Allohning o'zi himoya qiladi. Mana shu muhim. Aqidada agar bo'lsa, solih bo'lay, u yog'i hammasi yaxshi bo'ladi desangiz, bu muhim. Biror bir amal Allohning amrisiz bo'lmaydi. Shuni biling. Nimaki bo'lsa Allohning amri bilan bo'ladi. Sizning xazinangizni saqlanishi, yo'qolishi, qaytib topilishi, pul, ish, boshqa hamma narsa Allohning amri bilan bo'lyapti bu narsa. Muhimi salohiyat. Qalbimiz taqvo bilan, amallarimiz salohiyat bilan to'la toshgan bo'lsa, Alloh taolo u yog'ini g'amini o'zi yeydi. Mana shu bu daryodan bir tomchi bu manfaatlarni hali men o'ttizasiga yetib kelmadik bizlar. Qanchalar manfaatlari bor. Inshaalloh agar Alloh muvaffaq qilsa, bu darslarni silsilaviy darslar qilib, undan oladigan manfaatlarni alohida bir xos dars qilishga niyatimiz bor. Alloh muvaffaq qilsa shu kunlarda, yaqin kunlarda qilamiz. Alloh hammamizni salohiyatda, rushd, hidoyatda, Qur'onda aytgan edik, abuhuma soliha, uni otasi solih edi deb solih bandalardan qilishga Alloh taolodan so'rab duo qilib qolamiz. Subhanakallohumma va bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastaghfiruka va natubu ilayk va qumu ila solatikum barakallohu fikum.